vaqtli do'stlar va men o'sha do'stlar Xikodir. Bugun esa do'stlar kanalimizda qishloqdan yangi uy sotib olamiz. Da do'stlar ketdi go. Hozir do'stlar men Shalkerda bu yergacha ko'chib keldim. Hozir esa do'stlar yangi uy qidirib kelyapman. Yaxshi qishloq shu yerlarda bo'lishi kerak. Va ana u yerda ko'rinyapti mana. Ana o'sha tomonda. Tomon ketamiz va turibdi va boramiz. Bu kanalga do'stlar obuna, like bosishni ham esdan chiqarmanglar. Bu kanalga yangi motivatsiya oladi. Agarda kanalga like yoki obuna bo'lmasangizlar, kanalga motivatsiya ham kamayadi. Va agar siz like obuna bo'lsangizlar, kanalga juda ham motivatsiya ko'payadi. Meri topishimiz kerak. Yo'lda bo'lishi mumkin. Jitellardan so'rab ko'raylik. Salom jitel, bu yerni meri kim? Meri ko'chada. Qaysi ko'chada? Men narigi ko'cha degan menga tushunmayman. Inina qo'y. Nima? Inina qo'y dedingmi? Qaysi? Ana qochib ketdi. Nariga qochib ketdi. Uni aldadim. Xo'sh, jitel, merni uyi qayerda? Bilmasam. Jitel, merni uyi qayerda? Ikki tosh uyni ko'rsangiz, ana shu joy bo'ladi. Bo'ldi. Ketay. İki taş uy ko'rmaydi. Juda ham katta ikki taş. Menga qarayapsizlar. Nima? Qo'layim yo'qmi? Qo'raligim Oy jitel. Assalomu alaykum mer. Salom, kimsan? Men bu yerga ko'chib kelyapman. Shunga men bu yerda uy sotib olmoqchiman. Senga qanaqa uylar kerak? Menga ixchamgina, kichkina va YouTube'ga video joylash uchun. Ha, seni tanıdım. Xiko Gaming uz kanalımsan. Da, o'sha men do'st. Xullas, kanalimga men obuna bo'lganman. Rahmat sizga. Hozir men uylarni ko'rib chiqay, qaysi uy bo'lsa sizga aytaman. Bo'pti. Qaysi yaxshi uy bo'lmaydi. Bu uy ham bo'lmaydi. Xo'sh. Yo'q. Bo'lmaydi. Qaysi uy? Mana bu uy bo'lishi mumkin. Hozir ko'raylikchi. Loyi olamiz. Yana qo'ylaylar. Bugun esa yuvishim kerak. Kir bo'ldi. Mana bu bo'ladi. Mana shu uyni. Jihozlari bo'ladi, mebellari ham bor ekan. Ammo men bu mebellari tashlab yuboraman. Nimaga deganda bu mebellari o'tayoraman. Yangi mebellari esa qo'yaman. Bo'ladi bu. Mana bu pechkalari ham bor ekan. Va bu musorka tashashim ham mumkin. Va bu yerga pol yasash kerak. Loy turmaydi-ku. Mening uyim hammadan chiroyli va men boyman. Yerga eshik ochib qopdi-yu, kechirasiz. Bir marta bo'lar aqlsiz. Xo'sh, naryoqdagi uyingiz bo'ladi, ammo uni
tuzatish ishlari ham meni bo'ynimda bo'ladi. Qancha bo'ladi? 2 stak blokdan izimrud. Bo'ldi, 2 stak blokdan chiqamdi ekan. Chiqar ekan. Shokedi ham qanaq qo'yib yubordim. Xullas sizga mana tashladim sizga mana olasiz o'zingiz. Men esa pismiq. Sandiqqa tashlashing kerak edi. Kechirasiz, men shahardan kelganim uchun pulni kassaga beraman, sandiqqa tashlaymiz. Shaharlikni sizlarga tashlab ketasizlar. Xo'p, mayli, mer siz yaxshi qoling. Uning uchun rahmat. Mer, bu yerda yangi odam kelibdi. Siz meni orqamdan gapiruvchi bo'ldingiz. Pashana qo'y. Sen pismiq mendan dubing qilib tashiman seni. Yo'q, bo'ladi do'stlar. Yangi uy ham oldik. Endi esa uyni ta'mirlash ishlari bilan ta'mirlaymiz. Endi bo'ladi. Bitta pakelim bor ekan. Mana bu pakelni esa mana bu yoqqa yorug' bo'ladi. Da do'stlar, shu joyda videoni tugataman. Kelasi safar shu uyimda, yangi uyimda video olaman va do'stim Firebow'ni ham qo'shaman va boshqalar ham bilan Bedwars videolarini xohlasangizlar kanalga obuna, like bosishni esdan chiqarmanglar. Xo'p do'stlar, sizlar bilan xayrlashib qolaveramiz. Xayr!